Magnitda necha vaqt bo'lar ekan? Xo'sh, necha bo'ladi? Bunisi aytmayman. Ko'pmi? Demak, ikki qutb bo'lar ekan. Shimoliy hamda nima ekan? Janubiy ekan. Shimoliy qutbni qaysi harf bilan, janubiyni qaysi harf bilan? Shimoliyni janubiysi. To'g'ri aytdimi? To'g'ri. Demak, shimoliysi N, janubiysi S. To'g'rimi? Demak, to'g'ri aytdi. Javob berishlarga o'ylagan mumkin. Mana bitta javob berilgan narsa emas. Tushunarli? Demak, bitta magnitni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, ha? Qutublari bitta bo'lib qoladimi, yo'qmi? Yo'q. Bir xil qutbli magnit hosil qilish mumkinmi? Yo'q. Mumkin emas, ha? Demak, bitta magnitni olib ikkasini dirab, yana o'sha joyga yaqinlashtirsak, bir-biriga yopishadimi, yo'qmi? Maqnadi? Bir-biridan maqnadi uzoqlashadi. To'g'rimi? Qutblarni qanaqa tomondan yaqinlashtirsak, ular bir-biriga tortiladi. Ne bilarsiz? Xo'sh. Bo'lsa maqnadi? Bitashadi. Turli qutbli bo'lsa-chi? Ha. Demak, bir qutbli bo'lsa ular bir-biriga yaqinlashar ekan, turli xil bo'lsa-chi? Ular bir-biriga tortishar ekan. Tushunarli? Yiram nima dedik? Barakallah. Ulkan magnit ekan. Kim tomonidan aralashtirilgan? Kimda William Gilbert tomonidan aralashtirilgan ekan. O'zi magnit nima? Xo'sh, magnit. Qani? Temir simlarni o'ziga tortuvchi. Voh, barakallah. Temir simlarni o'ziga tortuvchi. Endi faraz qiling. Qum bor. Qumga mayda temir kukunlarni barkanlashtirib tashlang. Uni ichidan bittalab temirlar terib olishimiz kerak. Qanday qilib keladi? Xo'sh. Magnitni yaqinlashtirib o'ziga tortadi. Voh, demak magnitni yaqinlashtiradigan bo'lsak nima qiladi? O'ziga tortib olaveradi. To'g'rimi? Ana o'shalarni ham ko'pincha mana ko'rgan bo'lsalar, tegirmonlar ko'rmagansiz, sizlar? Ko'raman. Tegirmonlarda ko'rgan bo'lsalar, tegirmonlarni ko'rgan bo'lsalar, o'sha bo'daylardan nimalar orasida temir aralashib ketmasligi uchun o'sha tushadigan joyiga magnitlar qo'yib qo'yadi-da. Mabodo agar temir tushib ketadigan bo'lsa, o'sha tegirmonni o'ldirib qo'ymaslik uchun tishladi, ha? Magnit qo'yib qo'yadi, mabodo temir tushib ketgan bo'lsa, uni nima qiladi? Tishlab ortib qoladi. Tushunarli? Esingizdan chiqmaydimi? Demak, nima uchun S dedik? Bizlar shimoliy, janubiy deb shircha qiyos qilsak bo'lmaydi. Ha, demak, inglizcha log hamda so'z so'zlarning bosh harflaridan olingan ekan. Tushunarli? Demak, biz aytdik, kuch chiziqlari tafsirlashimiz uchun nima kiritgandik? Aytganingiz, magnit maydonining indeksiyasi edi, to'g'rimi? Ular elektr maydoniga o'xshab ochiq emas. Ular nima bo'ladi? Bir konturdan iborat bo'ladi. Ya'ni shimoldan chiqib, janubga kiradi. Ha, elektr maydoni baslari nisbatan chiquvchi, manfiyga kiruvchi edi. To'g'rimi? Xuddi nayza kamonlardek. To'g'rimi? Yo'nalgandi. Bunda esa unaqa emas ekan. To'g'rimi? Endi qaranglar. Hozir men sizlarga mana oxir yetmadi, ulgurmadim. Oxirga esa magnit galaktikasini ko'rgansizlarmi? Mana qaranglar mana. Mana bular tepadan birini boylab turibdimi? Yo'q, ko'rgansizlarmi? Ha? Mana. Ko'ryaptimi? Mana qaranglar. Ko'rmayapti. Hop. Voy,
Ko'rasizlarmi? Mana. Mana u menga tiqadi xolos. Ha? Boyab turgan narsa nima buni ushlab turgan narsa? Yo'q, hech narsa yo'q orasida qaranglar. Biror narsa yo'q, lekin nima qilib turibdi buni? Ushlab turibdi. Hech narsa yo'q orasida. Mana qaranglar. Biror narsa yo'q, lekin nima qilyapti bu? Mana. Ushlab turibdi. Orasida hech narsa yo'q. To'g'rimi? Ko'zimizda biror nima ko'rganimiz yo'q. Lekin buni ushlab turgan narsa nima? Mana shu maydoni. Tushunarlar? Ha, o'sha maydon ta'sirida nima qilyapti? Ular o'zaro ta'sirlashyapti. Tushunarlar? Demak, o'sha maydon bilan vaqt turgan ekan, tortib turgan ekan. Tushunarlar? Agar o'sha maydonni bizlar bilmoqchi bo'lsak, buni qanday tomonlar ikkita maydonda yaqinlashib ular bir-biriga nima qiladi? Uzoqlashib, ular bir-biriga tortishadi. Shundaymi? Uzoq yo'lda ketyapsizlar, yo'lni bilmaysizlar. Bir sahrodami, yo bo'lmasam bir dengiz okeandami ketyapsizlar. Bironta kishi yo'q. Voronejgacha hali uzoqmi deb so'rash uchun hech kim yo'q. Xo'sh, kimdan so'raymiz? Kompusdan. Kompus nima deydi? Buyoqqalab yur, aqqalab yur deydi. Hali kompusdan qarang, joyingiz avval qaysi yerda joylashganini bila olasiz, keyin kompusga qarang. Yo'q, hali kompusdan o billari doim shimol bilan janubga qarab turadi. Ha. Barakallah. Endi qaranglar, o'sha kompusimiz har doim strelkasi shimol va janubni nima qiladi? Ko'rsatib turadi. Ana o'shanda biz nima qilishimiz mumkin? Bilib olishimiz mumkin. Tushunarlar? Demak, ana o'sha shimol va janub ko'rsatib turganligida bizlar yo'limizni nima qila olamiz? Topa olamiz. Bo'lmasa bitta joyda bir aylanib, yana joyimizni nima qilamiz? Qaytib kelamiz. Tushunarlimi? Kompus bo'lmasa kompus yasab olamiz. Quyoshdan quyosh harakatlanadi-ku. Quyosh orqasida yursak bunday aylanib, quyosh bilan yana qaytib mashinalar. Endi faraz qiling, quyosh bor-ku. Ha, endi qarang. Turibsiz. Mayli, faraz qilaylik. To'g'ri gaplar. Agar endi quyoshdan kompus yasamoqchi bo'lsa, quyosh sharqdan chiqib g'arbga o'tadi. Bu yerda shimol bilan janub. ha, endi qarang. Ana o'shandan buyoqchi bo'lsak, endi tuni bilan quyosh bo'lmaydi-ku. To'g'rimi? Oy bor. Kecha yulduzlardan bir olsak bo'lmaydi. Bo'ladi. Ha? Qaysi yulduzga qaraymiz? Shimolni yulduziga. Qaysi yulduzga? Yulduziga. O, bani. Qaysiga? Qutb yulduziga. Qutb yulduzi. Demak, har doim shimol tomonda joylashgan, qimirlamay turadi. O'shanga qarab yo'limizni bosishimiz mumkin, topib olishimiz mumkin. Hali shimol qutb yulduzidan qanday aniq bo'lsa. Mana. Ha, oddiy cho'mish yulduzimiz bor-ku. Ana o'sha nima bor? Star Wars degan programma bor. Asbo'shtaman, o'sha cho'mish yulduzini, o'sha ikkita nimasi turibdi-ku, ikkita yoq yulduzi. O'shandan to'g'ri chizib o'tkazarsan, uchinchida turgani yoki kichik ayiq yulduzning dumida turgan yulduz bu qutb yulduzi. So'z qarang. Tushunarlimi? Alo. Yo'q, buni qarayap paytda katta yulduz bor. Xo'sh, qarang. Bizda qaydan bilamiz katta yulduz turganini, kichikmi? Hammasi kichik holatda yulduzi yorqin bo'lmaydimi boshqa yulduzlarga qaraganda? yo'q, endi yorqin deydigan bo'lsak, bizlar ko'zimizga mana bu planetalarimiz bor-ku. Planetalar bizlar tomonga yaqinroq joylashgan bo'lsa, bizlarga yulduz bo'lib ko'rinadi. Shular, "O, bizlar yorqin yulduz, boshqa yulduz ekan" deb o'ylashimiz mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Endi agar kundagi o'sha tomon qaragan bo'lsa, hammasi bitta joyda bog'lanadilar, aylanadi o'sha atrofida. Star Wars programmasini ko'rsatadimi? Ha, bo'lsa ko'rsatamiz. O'sha nimasida bemalol topib olishlari mumkin bo'ladi. Tushunarlimi? Endi o'zimizdan ko'p yasashimiz mumkinmi? Qanday? Xo'sh, asosib qo'ying, navbat. Haligaga misollar. Xo'p. Magnitga
Qo'yamiz. Suv bilan qog'oz qo'yib, Qo'yamiz. Qog'oz ustiga ignani qo'yib, igna shimol bilan jamga qarab. Bo'sh. Men shuni aytmoqchimingiz. Shu bajarib turamizmi? Ha? O'sha baribir cho'kmay tursa bo'ldi-ku. Yine cho'kib ketadi. Cho'kmaydi. Cho'kadi. Bajarib turamiz shuni. Qog'oz yozib bittang. Bo'l. Nima bajarib turamiz? Maqsadingiz bor. Gapirgan joyingda hozir shuni kitob qo'yib. Mana bu tegmay turib. Dalakkasi buzib qo'yasiz hozir. mana bu tegmay tursangiz qaranglar. Mana odamlar buni peshonasi ko'rganmisizlar? Mana shu peshonasi shu. Mana shu burning atrofida moy bo'ladi. bilamiz. Bilasizlarmi? To'g'rimi? Nima dedingiz? Ha? Mana yaqinroq kelsangiz tomondan ko'rasiz. Keling. Yana ko'rinmaysiz tomondan. Mana hozir nima qildik buni? Oldik, mana. Endi ignani topilmadi-ku, mana bitta shprisni hozir sindirib oldik. Narsa bo'lsa mana shu. Bu. Igna cho'kmami cho'ti? Mana. Nima qilgan yo'q bu? Ne cho'kyapti mana? Jam. Shimol tomonga bu nima qiladi endi? Qarab oladi. Hozir kutamiz. Shimol tomonga qarashni kutamiz. Qimirlatma. Tegmaylar mana. Shimol tomonga qaraydi hozir. Mana shuni kes to'shak. Shimol qaysi tomonda? Bizga o'sha tomondami? Quyosh bu tomondan chiqqandan keyin barakalla quyosh bu tomondan aylanayaptimi? Yig'ada. Demak, qaysi tomon qarab qoldi endi? Shimolga. Voy, ana. Chekasiga qarab qoldi. Demak, qo'l bola kompasni yasash mumkinmikan? Bakaldi. Nima ular balki ularga suvda yurgan paytda ular suv ichmaydimi? Ular ovqat yemaydi, qilsadan foydalanasiz-da, o'ldirdingiz-ku. Tushunarlimi? Ko'rvolaymi? Demak, o'zimiz kompas yasasak bo'lar ekan. Nima bu? Ya, mana kompasda bor ekan-ku. Mana. Qayerdan topding buni? Olganman-da. Ha, yashirib o'tirgan ekansan. Mana kompas, ko'rlaymi? Ikkalasi bir xil nima ko'rsatib turibdi? Tomonlarni ko'rsatib turibdi mana. Ko'rdingizmi? Mana. Aylantiring bas. Qamni aylantirayotgan? Siz shuni yerga qo'ying. Ha, bunimi? Buni aylantiraymi? Aylantirsangiz bitta joyda. Yana shu tomonga turaveradi mana. Bunisi aylantirasiz. Buni aylantirayotgan, bunisi aylantirayotgan. Sizga ketdi. Ha, senga bu qimirlaydi, bu bitta joy qotirmagan-ku. Mana. Yana joyiga qayta olaman. Siz buni bering. Ko'rdingizmi? Buni kompasga qaraymiz. Mujik bo'lgan. Mujik. Ha? Aylanadi. Aylanadi. Uchiga tegsa. Mana buni ham hozir nima qilamiz? Azlar ko'p tom ketdi. Yo'q, men aylantirdim mana. Buni tegsa Aylantirdik. Yana bir pasda nima qiladi? O'zini holatiga qaytib keladi. Tushunarlimi? Magnitlash kerak aslida. Ha? Magnitlash. Nimani? magnitlash. Yo'q, o'zi avtomatik bo'ladi. Chunki mayda mo'jjalashadi. Tushunarlimi? Baqa yana o'zini holatiga nima qilyapti bu? Qaytib kelyapti. Tushunarli? Aylanadi.